Assalomu alaykum. Men Mayramjon Tarot. Obuna bo'lgan, like bosgan obunachilarimning bugun 3 ta variant qilamiz. Niyatini olaman. Bizning baxtimizga nima to'siq bo'lyapti? Yolg'izligimizga nima sabab bo'lyapti? Bizni kelajagimizda nima bizga to'siqlik qiladi? Hayotimizni qurishga, kelajagimizga yangilik kiritishga nima to'siqlik qiladi? Shularni ko'rib chiqamiz. Obuna bo'lgan, podpiska bo'lgan, like bosgan obunachilarimni niyatini oldim. 3 ta variant qilamiz. Birinchi variant, birinchi variantimiz, ikkinchi variantimiz, endi uchinchi variantimizni qo'yamiz. Ikkitadan karta qo'yamiz. Bizni yolg'izligimizga, kelajagimizga, bizga nima to'siq bo'lyapti? Kelajakda nima to'siq bo'ladi niyatimizga erishishga? Shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi variantdan boshladim. Birinchi variantdan bizni kelajagimizga to'siq bo'ladigan narsa, yolg'izligimizga sabab bo'ladigan narsa bu bizni ko'pchilik bilan kelishmovchiligimiz, ko'pchilik bilan xarakteringiz tushmasligi bo'lyapti. Vaqt bilan gaplashasizlar, yozishasizlar. Qanday desam sizlarga, boshlanishi yaxshi bo'ladi, oxiriga borib yo undan rashk boshlandi, yo sizga rashk boshlanadi. Kelishmovchilikka sabab ishonchsizlik, daveriya bermaslik bo'lyapti. Rashk oqibatida yana kelishmasdan ayrilishlar bo'ladi. Vaqti keladi, yana yarashish nimasiga, yarashish pog'onasiga kelib qolasizlar. Ana shunday qilib o'zlaringizni ichlaringizdagi qo'rquv, rashk, jahl sizlarni to'siq bo'lyapti. Baxtlaringizga kelishmovchilik bo'ladi. Orada gap so'z qochishlar bo'ladi. Sizlarda просто rashk juda kuchli deyapti. Ikkinchi variantimizga kelsak, ularni kelajagida harakat qiladi, nima niyat qilyapti, biznes qilaman deydimi, o'ylaydi, reja qiladi, amalga oshiradi. Qandaydir pauza bo'lib qoladi, qiladigan yarim narsasidagi nimadir sal o'xshamay qolsa, o'sha narsani davom ettirish o'rniga o'ylaydi, qilsam bo'ladimi, bo'lmaydimi deb, lekin shu narsani davom ettiradi, uddalaydi. Ikkinchi variantimizdagi obunachilarimni biri tanlagan bo'lsa, birda shu ikkinchi variantni tanlagan bo'lsa, ularda juda tushkunlikka tushish bo'ladi, siqilish bo'ladi. Ular olg'a qadam taylab yengib chiqib ketadi. Bularda просто qanday desam, yetishmayotgan narsa bularda bulardan sabr talab qilinadi. Boshlaydigan ishlarga, qiladigan bizneslarga sabr talab qilinadi. Nima qilaman desa erishadi. Qo'rquvni yengish kerak. Uchinchi variantimizga kelsak, uchinchi variantimizni yolg'izlarga nima to'siq bo'lyapti, yolg'izligiga ili erishaman degan narsasiga degan savolimizga, ko'plarda pul problemasi bor, kimlardandir qarz bo'lishi mumkin, kredit, qanaydir foizlik narsalar olgan bo'lishi mumkin, kasalligi ham bor, to'siqlari juda ham muammolari ko'plarda. Doktorlik ishlari ham bo'lyapti, pul muammosi ham bo'lyapti. Bularni baxtiga yo'lini yopib turilishiga sabab ham pul bo'lyapti bu yerda. O'qishga kiraman deganlar bo'lsa, agar pul temasi, sog'lig'idan mazasi yo'qligi bo'lyapti. Harakat qilish kerak sog'liqqa qarashga. Uchinchi variantimizda shunday narsalar chiqdi.